500 ta tayyordan bo'lsa, atvorgin degan ko'kalarim diqqat eting. 500 bosh turkiya biznesida shug'ullanadigan konferensiyaga kelganmiz. Yaqinda ham o'zi postlarimda aytgan edim. Tajriba oshirib kelamiz deb. Nasib mana 500 ta boqar ekan. Ukam bu turkiyalarda tayyor qilib sotuvga qo'yib qo'yibdi. Makiyonlari 5 kilodan, xo'rozlari 10 kilo vес qilib qo'yibdi. Tayyor 20 kilo, 30 kilogacha boquvga tayyor qilib qo'yibdi. Ukam polностью sotib olmoqchi fermasini. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'ngildan qoldirib qo'yaman. Aka, bitta to'liq yana informatsiyasini beraman. Nima yeyishyapti, nima bilan boqilgan. Ukam haligindaqa genetik narsalar bilan boqmabdi, to'liq o'zini ratsion yemlar bilan boqdi. Haqiqatan ham ozgina joy yetishmovchilik sababli sotilyapti xolos. Bular na suvga, na yemga hayotda muhtoj bo'lmagan. Mana berilgan yemlarni ham ko'rish mumkin. Toza o'zini yemida, ratsionidagi yemida. Vesiga, yurish-turishiga, hamma yo'lga behijolat ukam javob beraveradi. Men o'zim ham ko'rdim, haqiqatan ham hokiza boqilgan. Yengil emas. Kelib, bemalol taroziga qo'yib, tortib, bemalol gaplashib, narx-navosini kelishmoqchilar bo'ladi. Ma'lumot o'rnida bular oldi qatori 10 kilodan. Narxi 500 ming so'm kami bor ekan. Ob'yomda oladiganlarga bemalol kelishuv asosida qilsa bo'laverar ekan. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha qilib berishaverar ekan. U ham kelishuv asosida. Manzilimiz Sharxon, Orientir, Baxan mahallasida. Aka, bemalol kelib, ko'rib, tanlab kelsiz, yana ham zo'r bo'ladi. Salom bo'linglar. Hozirgi o'ringa bozordan guranchi yengil qo'yaveradi xohlasa. To'g'ri qushlar qimmat bo'lib ketadi. Yo'q, arzon qilamiz xohlasa. Aka, xavotirga o'rin yo'q. Qushlarni o'zim xudo xolasa chiroyli qilib beraman. Olib ketyapman mana 15 juft qushog'dan tuxumli, bolali, kulminatsiya joyib qo'ying. Hozir to'playmiz. Bunga sun'iy nafas berishimiz kerak, nazar qo'yib qoldi. Mana dushlarigacha qiziqyapti o'zi dush olaman deb. Mana uni ham yengilroqqa beraman. Bu-da. Yangisi ham bor xudo xolasa. Tuxumlilari bor. Xullas, bemalolchilik. Uyga bitta borib, avzorini qilib, qapaslari ham bor, minizolari ham xudo xolasa. Sizga konferensiya tayyor qilib beraman-da. Bor bitta avzorini qilaman endi. Aytgancha 500 ming bilan tabriklaganlar juda ko'p bo'ldi. Hammaga rahmat. Alohida bitta chiqish qilaman. Ozgina shu ishlar bilan ovora bo'lib qolyapman-da. O'tirib qolsa endi xudo xolasa nur ustiga nur. Buni bolasi ham bor ekan bechorani. Sun'iy nafas berib ketaman-da yo'lda. Minizol hamma yo'llarini yuklab oldi xudo xolasa. Alohida setkalargacha bor. Uyamiz baraka topsin. Zaburdan baraka topsin. Rahmat. Uyga borganda tavsiya qilamiz endi xudo xolasa. Ko'rdingmi? Alo, cho'miltiraman xolos. Aynan. Samuray dushayman deb tartishgan qarang. Yonbosh bo'lgan. Hey, kartochka. Albatta cho'milasan, albatta. Nima zararlashsa kunda. Zahmatimi ko'rsan? Zahmat. Zahmat. Ko'rdingmi? Alo, cho'miltiraman xolos. Bo'ldi, yutqizding. Damino. Ayala. Prinsessam, cho'milasizmi deyapman. Miau, albatta cho'milasiz. Ho'ba. Arqon topolmadim, iloji yo'q. Kecha Andijonga borganimda reklama olgani, mana futbolkani bir ukamiz hadya qildi. Shunday случайно ko'rib oldik. Bitta videoyingizni ko'rdim, deyapti. Bir kichkina motivatsiya oldim. Shunday chiqdim, ozgina pulim bor edi. Futbolka olib skuterda sotib yuribgan. Rosa xursand bo'ldim. Bir insonga qanaqadir manfaatli bir video qo'yibmanki, ta'sirlanib ketdim rostdan ham. Rahmat e'tibor uchun dedim. Aka, sizga rahmat deyapti. Skuterchaga 3-4 xaltani solib, bozorda aylanib yuribgan. Futbolka yangi uzun, yangi yalta mayka, shorti sotib yuribman deydi. Kam bo'lganimga motivatsiya oldim videoyingizdan deydi. O'lib ham maza qilaman endi. Nimagaki bir insonga qanaqadir bir zarracha bo'lsam, foydam tekanidan xursandman. Rahmat hammalaringga. To'joq. Любой hayvonga ozgina parvarish kerak-ku. Bo'lib ham bu eng barakali hayvonlardan biri. Bularga chiroyli qaraverish kerak. Xudodan fermaga yana ham barakasini keltirishini yoki xonadonga yana ham barakasini keltirishini so'rash kerak.